Bugün sözlemekçi boğunumuz Davut'ның hikayesi. Sizler körüvatkan mihri illik bu güzel sahrada Davut isimli bir jigit var bulup, Davut hadisini özüden neçe yaş küçük balalardan tayak yep, mankısını iqitip jığılıp yürüydiken. Nemiş qadam sizler? Çünkü Davut'ның kichigidil ahli sal ojiz bulup, Davut'ni mahalladagi kichik balalar bozaq qilishadigan. Sal cho'nglar bo'lsa ahmaq qilib o'ynaydi ekan. Davut kichigidan doim manqisini iqitib qo'yib yurgashga, mahalladagi balalar uni Davut manqa deb chaqirdi ekan. Bu Davut sal falokat ham kalampay bo'g'ini bilan chivingimiz jon sanmaydigan noyt oq ko'ngil bor ekan. Davut mucho'ng bo'lib, iqib qoladigan manqisini tugab, yeshi 30 ga berib qolgan bo'lsa-mu, hozirgacha uylanmagan bo'lib, qizlarga qandoq gapirishni bilib ketmaydi ekan. Dadisi Savut bo'lsa Davutni to'y qilmading deb, to'la uning beshini o'choq qiladi ekan. Davutning onasi Oyshamxon bo'lsa Davutning falokatchiligini besiqtirib bo'lolmay, kun bo'yi ansirab yuradi ekan. Davutning Osman Galdong deydigan kichigidan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bir Zaka og'inisi bor bo'lib, qachonliq qarisi Davutni baloga tiqib yuradi ekan. Hey Davut. Seni yana qandoq kunlar saqlab turgan? Sizlarcha Davut yana qandoq kunlarni boshdan kechira? Qiziq sanglar diqqatinglar filmimizda bo'lsin. Davut'ның hikayesi. Bu Davut et degende qo'yning qo'sug'ini to'yg'izmay, nagimi ketgandi o? Hey Davut! Hapsini. Kopra! Dada, Ben seni qo'yning qo'sug'ini to'yg'iz desam, nima eshakdek so'zib yetib ketding? Dada. Jinim dada, men shu qo'ylarga halab etay deb shu banda o'zingizni bismillah jinim dada, o'zingizni bismillah. Ya xotin al desam xotin olmaysan. Sen mushi ezdiki eng qari boytaqqa aylanding. Bu to'g'inin poqi, iz seni baqinam. Jinim dada, men shu xotin olay degan jinim dada, mushu ko'limdikda qiz bola ushtirmadi jinim dada. Qizlar meni yaratmadi dedigina. Hepsini. Birisini urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam, Savut degan ismini yutga yutaman. Voy jinim dada, o'zingizni bismillah jinim dada. Dada, o'zingizni bismillah. Jinim dada, unda qilmang. Dada. Divan. Dada. Voycan, et degende mau dada bal ishkisi nimanda qilib yuradigandu. Bu gap yoqqa. O'tchayman. Voycan. Qara buni. Jinim dada, o'zingizni tutib seni urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam. Dada, o'zingizni bismillah jinim dada. O'zingizni tutib dada, jinim dada. Qara buni. Jinim dada. Hepsini. Ana. Vay bo'ldi qislar dadisi. Mau et degende xulum qo'shnilarni oldida set turdi. Sen et degende mushu to'g'ib balanga buluşsan degina. Bo'ldi qislar dadisi, bo'ldi qislar. Qan bisimlari o'rlab qoladi. Davutning ko'ziga bo'sharaq kirishib asla. Bu hamon bir kuni cho'ng bo'lib aqlini tepib qola. Dada, hamon bir kuni aqlimni topmayman. O qari o'g'ri, 30 yoshga kirgisi topmagan aqlingni men o'lganda topadigan o'xshamamsan. Voy, yo'q, undaqa emas dada. Qara buni.
Bu toğu puqi. Hepsini. Ben ölsem kuş bulduğuna okşamam sen. Hepsini. Urup öldürüp etmeydiğen bolsam. Savut diye ismini yut gibi demen. Oy. Qara bu ne? Dadısı boldu qısıla. Balının gözüge boşarak kırıp alaylı. Sen mi bolduq la? Qaçanlıq arsa Davut deyen toğu puqiga yan besip, erki ügütüp koydun deyse. Hey. Parlament xalqaro savdo-cheklik şirketimiz qurilgandan boshlab hozirgacha davlatimizning ichki-sirti, shundaqla Şinjanning har qaysi joylariga birinchi qo'l zavod bahosida o'zimizning zavodlardan chiqqan necha ming xil mahsulotni bozorga silib, xaridorlarning qo'llashiga erishib keldik. Bizning mollarimizning turi ko'p. Oilada ishlatiladigan, turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan eng zamonaviy parda, karvat yurishdiki, uningdan boshqa yana bu yil yangilik qilib dunyoning har qaysi joylariga raq top tarqaydigan Ko'chov shaharga o'zimiz birinchi qo'l zavod bahosida o'zimiz ishlab chiqarayotgan raqlarni bozorga soldik. Raqlarimizning turimi necha ming xildan oshadi. Kunda bir xil yangilik chiqadi. O'zingizga ehtiyojli har qanday mol lozim bo'lsa, bizni izlang. Bir tal olsangizmi, eng tuvan bahoda sip beramiz. O'z yurtimda amaliy do'kon ochatdim, hamkorlashatdim. Ishonchlik mollarni zavod bahosida kirgizib, iqtisodiy qimmat yaratatdim deydiganlarni esil mollar bilan ta'minlaymiz. Uyda o'tirib iqtisodiy kirim qilg'isi bolamu bizni izlang. Sheritimizga kelib ishlashni xohlaydiganlar, o'zining iqtidorini joriy qildirishni xohlaydiganlar, biz bilan tang taraqqiy qilg'isi bolani sherikimiz qizg'in qarshi oladi. Har kuni do'yinda bevosita ko'rsatib, naq maydonda sifatlik, ishonchlik, yangilik mollarni huzuringizga sunamiz. Do'yinni qo'shib berishni unutib qolmang. Hey Davut adaş, sen mi Saatkamni boşroq qaqshatqina? Yenimi Saatkam sana yaxshi olsun deb shundoq qildi. Dadamni qachonli qarsa xotmamiding, o'ylanmading deb ko'zimga kirishib oldi. Hey adaş, men seni o'ylab chiroyli qizdan birini deyishib qo'ydim. Berib ko'rish baq, aplashib qolsa shaloqqida to'yini qilmamamsa, ha? Hey, Osman Galdon. Sen mening g'imimni yemay, o'zing bir to'y qila avval. Sur bo'ytaq turib, mening g'imimni yeb ketibdi. Hadash, sen biz kichikimizdan tortib bir yotqanda yetib cho'g'an alog'illa. Sening ishing, mening ishim. Avval sen to'yini qilib ol, ha? Shuni bilan Saatkamning to'y qilmading degan gapidan qutulasan emasmi, ha? Aras, dadamning o'sha gapidan qutuldigan ish bo'lsa mayli. Sen deb qo'ygan qizg'ali chiroyliqmi? Meni uramda. Bana tamak etip verip kozluğumda bakalım da, ha? Hey Davut adaş, özün topakta ayak oğlunla kattı jürkün yok ne miken suçuma? Boldu bana, o kız seni saklap kaldı. O hazırlı mı? Mama. Osman Galdon, sizden gepinizde kıgan bana. Mağamıçı, siz anırgın gepinizde kıgan. Mağgüllü sizge. Ana! Nima ana? Men xata kep qapti men acha. Men asta ketib qalay acha. Acha? Hey! Ketay? Ne ketding? O qeroqli. Men seni saqlab turgan ne vaqt bu yerda, ha? Acha. Yo'q, amacha. Yo'q, cho'g'ana. Yo'q, xata deb Hey, ne ketsen? Osman Bağı senin boytaq degan. Menni qeri boytaq. Sana tekken. Yo'q, xotnagim yo'q meni. Ana, dada, xotnagim yo'q. Almısan mı sen?
Bir gün zaten sana tekken bilip koy. Vay yok Osman. Vay Osman. Yok benim kutlağım yok. Yok vay kızıklı adam baba. Olmam sen. Ana. Bir gün Vay yok benim kutlağım yok. Kutuna mı uyukum teki? Vay unutma. Ana. Benim kutlağım yok. Benim kızıklı. Vay ana. Benim Olmam sen. kutlanmayı Ben biyetsini bir gün sakladım. Kır oğlum. Yok açılma Olmam sen. Kapıma. Kır oğlum. Vay kızıklı. Ana baba. Olmam Vay sen. ben kutlamayı ben. Kızıklı. Beni kutulur beni kutlar. Vay. Hep Osman Galdoğlu diyen ölügünü içtirmeyden kasap et. Nerede tap kaldı dayman da bu gaz tuğday kotun ne? Hotnal dep. Obdan aldı kotun ne? Vay can. Onu taktırmaydıgan, kıyırı kutamda yaktırmaydıgan öldürüp kalsakta. Hep Osman degen goy, hepsini. Oy canım, oy. Hey, meni olamsan, olmamsan. Bir gün bağı, sen tekken. He, olamsan, olmamsan, ha? Olamsan, olmamsan. Ana! Oy. Dada. Meni urg'idek bo'ldingmi teki? Oy yo'q jinim dada. Sizni urg'ili jinim on emas jinim dada. Shu yilqi bodak xotun. Nemi bo'da xut ekan u? Hepsini urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam. Ma'qul jinim ana xo'shamsa. Oy. Voy. İsmingiz nima qizchaq? Tanishib qolsak bo'lamdi ya. Bu yüzü kalın tohunun poke. Köp gündüzde kızımga edepsizlik. Mana bilsa. Tez qaçaylı. Qaçayli.